Har qandaq bir normal idrakli odam boy yashadroq yashasam deydi. Hech kimning namrat ulab yashag'isi yo'q, yo'qsizlikning ichida yashag'isi yo'q. Yo'qsizlikmi odamga nisbatan bir dushman. Buni mu yo'q qilish kerak. Lekin bu qandaq qilib boy yashab bo'lish masalasida har xil nazariyalar bor. Ba'zilar o'qish orqali, ba'zilar tijorat qilish orqali alvay deydigan har xil gaplar bor. Ammo biz bu yerda gapni qisqartib, hozir o'zimiz yashayotgan jamiyatlarda qandaq qilsak turmushimizni boyashroq qila olamiz yoki pulimizni bir ishga qila olamiz deydigan masala ustida izlansak bo'ladi. An'anaviy igilikda kishilar biladi yoki o'ylab yetalaydi. Hal kun yaxshiroq odamlar bir inakni ilib, sog'liqni ilib, uni tug'dirib, inakning sutini setib, sog'liqning qo'zisini bodab setib, yoki bo'lmasa mikyanni ilib, chuji bostirib, chujilarini setib, tuxum tug'dirib, tuxumlarini setib, shunday terikchilik qilib, birni ish qilib, shunday yashab kelgan. Ammo biz yashayotgan sanoatlashgan davlatlarda ahvol u xil usulninki tannarqiga oid yuqori to'xtab ketadi. Bunday aytgan vaqtda foydasidan ziyni bo'ladi. Ammo birdan bir usul nima desa, o'zimizning ilayotgan agar korxonchi tijoratchi bo'lsak, o'zimizning ilayotgan maoshini nihoyatda yaxshi obdan tujublab yoki bunday aytgan vaqtda mablag'chilik iddisi bilan protseptor bilan birlashtirish masalasi. Menimki mush kanalimdagi birinchi leksiya pensiya puli haqida bo'lgan. Nima ish shunday bo'lgan deganda, men hozir uni bu azroq harflar bilan matematik formulalar bilan ifodalab qilishim mumkin. Bizning kirimimiz y deb ifodalasak, bizning umumiy kirimimizni y deb ifodalasak 1 yilda. Biz bu kirimdan uning ma'lum bir prosentini, ma'lum bir qismini baj qilib to'laymiz. Har xil baj qilib to'laymiz. Markaziy hukumat to'laymiz, o'zimiz turayotgan shtat to'laymiz va ba'zi shaharga to'laymiz. Bu kirim beji bo'ladi. Ya'ni bu yerda Amerikada 4-5 xil baj bor. Bizning bevosita shu kirimimizning ta'sir uchraydigan kirimimizdan tutib qoladigan. Shunga bu yerda eng yaxshi usul men o'tganda deganda shu qonunli shaklda bajni oz to'lash orqali shu baj to'lashdan saqlanib qolgan pulni pensiya puliga qo'yish masalasi. Bu to'g'risida men 401K, 403B, andan keyin IRA deganimiz yakkalarning individual retirement account. Yakkalarningki omonat hisoboti deydigan. Mushundaq pullar, mushundaq turlarga pul qo'yish kerak. Pensiya pulimizdan pul umum kirimizdan pul ajratishimiz kerak degandim. Ya'ni bizning umumiy 1 yillik tafovutimiz ma'lum bo'lsa, y desak, buning 1 yilda bir odam uchun biz baj to'lamay qo'ya oladiganmiz. Ya'ni baj tutishdan burun qo'ya oladigan pulimiz pensiya pulimiz uchun $19,500. $19,500 bo'lsa, 2 odam ishlaydigan uyda, ayol ishlaydigan uyda $39,000 pulni bizning umumiy kirimimizdan, ya'ni bizningki umumiy kirimiz y, yo'ldishning puli, ayolning puli, ikkisining pulini qo'shgan vaqtda shakllansa, endi 1 yilda bu ikkisi har birisi $19,500 dan pul qo'ysa, bu $19,500 dan pul qo'ysa, 1 yilda $39,000 pulni pensiya puli uchun qo'yib mangan bo'ladi. Ya'ni mavu pensiya puliga pulni chiqarib etgandan keyin qolib qolgan y bu mavuningdan kichik, ya'ni aslidagi banandan kichik. Agar ikki xil holatda ayol pensiya pulini qo'ymagan bo'lsa, xil holatda bu odamlarning ayolning maoshi mesela 2020-yili $450,000 bo'ldi, tafovut $450,000 bo'ldi desak, $450,000 tafovuti bo'ldi desak, umumiy tafovuti
Bu 450 ming dollar tapkan bu er ayalınki төлeydiğen baj nispeti 35% болады. Yani 35% pulu baj ketedi. Endi ma'qul usulda ma 39 ming dollar pulni bula manadan pensiya puluga chiqirib etsa, pensiya pulu qo'yib etsa, qolib qolgan pul 411 ming dollar bo'ladi. Bu 411 ming dollar pulga keladigan baj nispati 32% bo'ladi. Demak bu yerda pensiya puliga arayal ikkisi bir yilda 39 ming dollar pulni qo'yish orqali birinchidan bular pensiya puliga pul qo'yapmadi. Yaşanğan çağdaki. İkincidен şu yılınızı төлeydiğen baj nispetini 35%'den 32%'ge tövelliteldi degen gep. Yani bir yerdeki 3% bulağın nispeten 10 ming dollar pulunu az töledi degen gep. Yani yine de aşınçlık pul kalıdı degen gep. Bir yerde qoş payda var. Şu an ben şu pensiya pulu hakkında ötkende sözlügen leksiyarimde şu noktani bir degendim, dep kelgendim. Ayrım qarindoshlar o'zlarining hozirdan boshlab pensiya puliga qo'yishga diqqat qilayotganligini dedi. Undan xo'sh bo'ldim. Demak, anglagan vaqtda, tushungan vaqtda odamlar tadbir belgilasa, keyingi kunlari yaxshi bo'ladi. Endi biz bu yerda qo'yib eqib, to'qib eqib pul topolmagan ekan, qanday qilamiz degan vaqtda yani bir usul qo'limizga tekkan, yani bajdan keyin bizning qo'limizga tekkan pulni nima deymiz desa, odatda disposable income deymiz, yani hajligli bo'ladigan pul deymiz. Ma'ni odatda shu qo'limizga tekkan pulni naqd pul deyli. Bunu özümüzden tilde yazayım. Naqd pul. Bu naqd pulni biz yana hajligli bo'ladigan pulni biz ikki narsaga bo'lamiz. Birinchisi iste'mol. Yana birisi amonat. Yoki buni nima orqali ifodalasak, formula orqali ifodalasak bundaq. Qo'limizga qolgan naqd pul, buning ikki tarkibi va birisi iste'mol, yana birisi amonat. Ma'u bizning hozir qiladigan iste'molimiz, kunlik turmushda uy, mashina, bu deganga to'laydigan, hajlaydigan pulimiz. Ma'u chu desa amonat qo'yamiz. Hammani yeb ichib bilan o'ltirishmi, nihoyat bir aqlanlik emas-da. Topgan pulning hammani hajlatib qarab o'tirish, barda poldiring yo'qida qarab o'ltiring degan gap aytib bo'lmaydigan gap qo'y. Yaxshi emas hamda amonat qo'yish kerak aztul odam degan, ballar uchun, o'zi uchun, yomon kunlar uchun deganga o'xshash. Chunki biz atining o'g'inining nima bo'lganligini bilmaymiz. Ya'ni bir xil tadbirlik yashash degan gap. Hamda kishilar mana mush pulidimi, pensiya puli qo'ygandan sirt, ya'ni qo'lida qolgan va amonat qo'ygan pulini bankka qo'yib o'tmay, bular naqd pul shaklida saqlab o'tmay, ya'ni ya zaym qilib qo'ydi yoki pay chekib qo'ydi. Zaym pay cheki bular pul muomala mahsulotlari. Xuddi qo'y, tovarlar bozorda olgan bir mahsulot yoki tovar olganga o'xshash, qo'yni ilib haqli yapli ketmaydi, laqdek tug'dirman, bodab sotaman deb oladi emasmi? Ma'o pay cheklari, zaym pay cheklarini haqla oladi, nima ish qildi desa, buning zaymning o'simi chiqdi. Masalan, bir yil birinchi oyning birinchi kuni 1000 dollarlik zaymni olgan bo'lsangiz, bu 1000 dollarlik zaymni odatda 970 dollarga olasiz. Bir ay 12 ay saqlasangiz 30 dollar foydasi chiqdi, 1000 dollar bo'ladi degan gap. Ya'ni siz 1000 dollarga bir yilning ichida 30 dollarga erishgan bo'lasiz degan gap. Agar bu pulingizni 970 dollarni nimada qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, bankingizga qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, bankichiq o'sim bermaydi, ammo pul pahaligi 3% bo'lsa, siz maning qiymatini, maning amaliy setilish qiymati 950 dollarlarga tushib qoladi degan gap. Xo'sh, endi pay chekiga kelsak-chi, pay cheki olgan vaqtda siz shu shirkatga nisbatan muayyan ig'dorchilik
shu shirkatning mulkiga nisbatan igdorchilik huquqiga ega bo'lgan bo'lasiz. Masalan, kishilar shu pullarni necha xil shaklda, ba'zilar uy yeb qo'ydi, ijaraga berdi yoki uyning qimmatini ep qo'yib, ma'lum mazgil saqlagandan keyin azroq o'ngshab, ish qo'shib, uningga uni 60-70 ming, 100 ming, 200 ming dollarni qo'shib, setib pul topadi, terikchilik qildi bunday aytgan vaqtda. Demak, bu shunday ishlarni to'xtamay qilib yurgan odamlarningki bayashat yashashning fursatlari, ehtimollari nihoyat cho'ng bo'ladi degan gap. Agar hech qilmasa, basang yeymi, o'zang o'limi desa, yoki bo'lmasa tadbirsiz bo'lsa, odamning bir ikkisi bo'lmaydi, namroqchilik petib qoladi degan gap. Odatda kishilar paychik o'ynagan vaqtda ba'zilari o'zi o'ynaydi, ba'zilari cho'disi, ba'zilari maxsus mablag' boshqaruvchi yoki boylik boshqaruvchilarni yollaydi, ularga 0,5% bilan 2% atrofida ish haqi berib, o'zining pulini shularga mablag' qilib, pul muomala kapital bozorga soladi. Endi buni agar kishilarga ishonmasak, ularga ishinib ketmasak, chunki ular ma'mini bilgicha emas, hamma ishni yaxshi qilib bilishi notayin. O'zimiz o'ynasak bo'ladi. Ko'pincha bu shu paychiki sohasida shug'ullanganlar kishilarga nima deydi desa, paychiki o'ynasa, paychiki o'ynashning, paychiki bozorga mablag' solishning nihoyat yaxshiligini deydi bular. Ya'ni paychiki mablag' solsang, pulingni naqd pul qilib tutgandan, zoyim olgandan, uy ep qo'ygandan bundan ko'p yaxshi deydi. Masalan, men yerda bundaq bir statistikalik bir uchur var. Tuzilmadi. Ups. Şuna rəssam bulmağım mən mənə. Mayada kategoriya var. Mayada avalmanın belgileyimiz, yani neçə persen yenip geldi deyin oxşaş. 0%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%. Dikkat qilish kerak ki, mayadaki matematikalık qayda mala çoxum aralıqları oxşaş bo'lishi kerak. 2%, 2%, 2%, 2%. Hem de mayada kategoriya var. Uzun yıllık, yani 74-75 yıllık şundaqı küzüş jarayonida kishilar nima qilgan desa, paychiki mablag' solganlarning bir yilda o'ttirchi hisob bilan qaytib kelish pul tepish nisbati 10,6% bo'lgan. Mavo paychiki. Pay. Anandan keyin zoyimning cho'disi, zoyimninki 5,5% atrofida bo'lgan. 5,5% maya direkt buldu. Ama zayım. Naq pul tutqanlı çoğudusu, naq pul tutqanlının 3,8% bo'lgan. 3,8%. Ama 5,5%. Lekin şu jarayonda yana pulning paxallışı yılga 3,12% bo'lgan. Yani siz pulungizni bir mablag' qilib sanmay naqd pulni tutgan bo'lsangiz, 70 yil jarayonida sizning pulingizning asosan o'zining setilish kuchini saqlab qoldi degan gap. Zoyim qilib qo'ygan bo'lsangiz, cho'disi, zoyim qilib qo'ygan bo'lsangiz, sizning pulingiz haqiqiy ma'noda bir mablag'chilik qilganligingiz uchun, mablag' qilib saqlaganligingiz uchun pul topa oldingiz degan gap. Paycheki o'ynasangiz, cho'disi, paycheki o'ynasangiz, sizningki topgan pulingiz 70 yil ichida ayni 70 yil burun sap qo'ygan pulingiz keyin jiq bo'ldi degan gap. Hamda bu yerda bir adam 70 yil mablag' solamdi deb o'ylashi mumkin. Ba'zilarni sep qo'yib, uni navrilariga qoldirib qo'ydi. O'zlari hajlamay uchun navrilariga qoldirib qo'ydi. Mayalarda shundaq bir trust fund deydigan nimalar bor. Shularga bular o'ziniki balam hajlamasin, navram hajlasin deb ba'zilar shundaq qoldirib qo'ydi. Ya'ni cho'nglar qandaq tadbir bekitgan bo'lsa, uning natijasini ularning navrilari ko'rdi degan gap. Shunga paychikida kishilar nima deydi desa, cho'qim bir narsalarni to'g'ri payni olish kerak, to'g'ri vaqt olish kerak deb. Ammo qachon to'g'ri payni og'il bo'ladi, qanday vaqtda to'g'ri payni og'il bo'ladigan masalasi bor. Mana
pay cheki bozorda bull market deb qo'ydi, men buni bull market. Buni men bir chaqda nima degandim, bu buqi bozori degandim, bear market deb qo'ydi. Bear market degani iyiq bozori deb. Iyiqning xususiyati bir narsalarni pastga bosadi ekan. Bu tushayotgan, chekinayotgan pay cheki bozorda iyiq bozor bo'lsa, ma'noda buqcho ilishgan vaqtda müngizni yuqoriga ko'tardi ekan. Mavu ko'tarilayotgan bozor. Ammo Aybeka O'g'oz nomli bir qeyrindish, ismli bir qeyrinishimiz mening kanalimga so'z qoldiribdi. Bu bal marketni chapchap bozor deydi ekan, deydi. To'g'rimi? Shuni aytib bizniki jonliq tilimizda ishlatilish chapchap bozor deymiz. Ma'ni iyiq bozori deganda nima deymiz deganda kasat bozor deymiz. Kasat bozor. Pay cheki bozorga, Amerikaning pay cheki bozorini kuzatganlar har 3,5 yilda bir kasat bozorining bo'lib Amerikada yuz berganligini, har qitim kasat bozori yuz bergan vaqtda pay cheki bozori 29% boyliqning avog'ini, parga aylanib ketganligini, o'g'a aylanib ketganligini so'zlabdi. Demak, men o'tgan qitimliq pay cheki bozoridagi leksiyalarimda pay cheki elishning yaxshi tarafining borligini, uning xatrining borligini, shunga ish qilgan vaqtda azazdan sinab beqib, suvga putimizni azroq tiqib, andan keyin sovuq bak bo'lmasa, andan kirib baqsaq, bak cho'nqi bo'lmasa, andan uzib baqsaq bo'ladi. Ya'ni azazdan kirib, andan keyin bilimimizning ishiga agishib, oddiy savatlarni bilishdan tatib, pay chekining nimaligini, andan pay chekining bahasini nima belgilaydigan, nimani belgilaydiganligini, pay cheki to'g'risida, ya'ni qandaq narsalarni bilsak bo'lganligini bilib, amaliyot jarayonida nazariy bilan birlashtirib, bir ishlarni qilib baqsaq yaxshi bo'ladi deb o'tgan so'zlab o'tdim. Hali ham shundaq, men biroqlam hammani doğru tiketip qilishni xohlamayman, tashabbus qilmayman. Azazdan cho'nglarning gapi va az yeyma degan ko'p yeydi deb. Azazdan insof bilan ish qilsak, tavakkulchilik qilib ketmasak bo'ladi. Men odatda shu har xil grafiklar bor, bu grafiklarni bir qeyrinishimiz shu texniklik analiz, pay cheki bozoridagi texniklik analiz to'g'risida so'zlab bersangiz deb ekan, uni kelar qitimga qo'ydiray. Mavu nurg'un narsalar var, masalan, mavu Avenger deydigan bir shirkat var, 2007-yilda qurilgan. Bu shu yurak qon tomirlari kesilishga munosabatlik meditsina asbobini ishlab chiqaradigan. Bularning pay cheki yuqori tushib ketgan, hozir tushib ketdi. Bu pay cheki har kun ichilgan vaqtda ma'lum bir mayadin bahası mayada bo'lsa, baha kun yoki vaqtni belgilaydi. Ishga o'zgarishchan vaqtlar bor bu yerda. Kunningki o'tishiga ergishib, buning bahasini o'zgarish bo'ldi. Ana masalan bundaqa mayada boshlangan bo'lsa, bu tuvan nuqtaga tushib, yana yuqori nuqtaga chiqib mayada to'xtashi mumkin. Agar u mayada boshlangan bo'lsa, yuqori nuqtaga chiqib mayada to'xtashi mumkin. Shunaqa. Mayada chiqib, mayada to'xtashi mumkin. Buni shu texnikal analizda diagramma, chart ya'ni grafik orqali tushunadigan vaqtda yaxshiroq tushunadigan bo'ladi. Bugungi vaqt bakchiqlik bo'lib ketmasligi uchun men so'zlaydigan buni mishada to'xtay, kelar qitimda texnikal analiz va boshqa qo'shimcha narsalarni so'zlayman. Bo'ladi, xo'sh.